bitta qilich, bitta topor. Kirkamga temirim yetmay qoldi. Hozir do'stim Jamoldan so'rab ko'raychi. Ana o'zi. Jamol, kirkaga temirim yetmay qoldi. Shaxtaga ketayotgandim. Temir berib tur, 3 ta. Bo'pti, lekin keyingi safar 6 ta qilib qaytarasan. Uyim qayerdaligini bilasanmi? Ha, bilaman. Hammaga salom, sizlar bilan Javlon Minecraft. Bugun do'stim Jamolnikiga borib 3 ta temir olib kelaman. Lekin u juda xasisda 6 ta qilib qaytargan deyapti. Bo'pti dedim. Endi yaxshisi uyga tezroq boray. Ana Jamolning uyi. O'zicha dekoratsiya qilib, gullar, mox ekib chiqqan, barglar. Uyi esa kichkinagina. Mana 3 ta olaman. Kravatini tagida zinami? Narvonmi? Bu qanaqa? Yer osti yo'li yo bunker. Bu lift ekan. Pastga tushaychi. Qanaqadir yashirin joy bu yer. Do'stim nimalar qilyapti ekan Jamol? Bu yoqda yo'l borga o'xshaydi. Yaxshiyam hech kim yo'q ekan. Lazer yo'q bo'ldi. Bular nima? Menga qarayapti. Qanaqa joy? Ichida kuchuk bor ekan. Tishlamasmikan, bilmadim, shunga kirmayman. Bu yoqda-chi? Ha, bu yoqda. Bular qishloqdagilar-ku. Sizlarga nima bo'ldi? Sizlarni kim bu yerga olib kelib tashladi? Javlon Minecraft, bizni qutqar. Jamol bizni bu yerga tashlab ketdi. Jamol hammani o'g'irlab keldimikan? Tepada ham odamlar bor. Bu yoqda yo'q ekan. Bu yoqda ham. Bu yoqda ham. Juda ko'p qishloqdagilarni o'g'irlab ketdi u. Hozir tashqariga chiqishim kerak. Lekin boshqa joylarni ko'rishim kerak. Boshqa odamlar yo'qmikan? Xo'sh, lazer nima qiladi ekan? Jon ketkizib otvorar ekan. Yana qayoqda yo'l bor? Bu yoq berk. Bu yoq berk. Bu yoqda yana yo'l bor ekan. Yana lazer. Yana boyagina robotlar. Bu yerda oddiy joy ekan. Bu yoqda tepada o'lik osilib turibdi. Bu yer qon, suyaklar bo'lib yotibdi. Ana bu yerda nimadir deb yozilibdi. O'qib ko'raychi. Bu qanaqadir
boshqa tilda yozilganga o'xshaydi. Bu yozuvlarga to'g'ri tushunganim yo'q. Boshqa betlarda Javlon Minecraft. Nima deysan, Jamol? Jamol? Nimaga meni bokka yaratdasan va bu yerga qanday kirding? Jamol yo'q. Yaxshisi qochaman. Bu yerga ekan. To'xta, Javlon Minecraft. Politsiyachilarga aytma. Hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, to'xtamayman. Qani edi chiqish yo'li? Mana tezroq borib politsiyachilarga telefon qilishim kerak. Keldinglarmi? Do'stim maniyak ekan. U qishloq aholisini qamab qo'yib, bitta qishloq aholisini o'ldirgan. Uni uyi anayoqda. Hozir boraman. Mana uni uyi. U yerto'lasida bo'lsa kerak. Qo'lga tushding, Jamol. Meni qo'yib yuboringlar, men hammasini tushuntirib beraman. Jamol, sen endi qamoqxonaga ketasan. Bo'ldi, butun umrga. Sen hali qazosimni olaman. Shoshmay tur. Xayr, Jamol. Seni yaxshi do'st deb o'ylagandim. Lekin sen yomon bo'lib chiqding. Men qamoqxonadan qochib, albatta Javlon Minecraftdan qazosimni olaman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Javlon Minecraft bo'ldi. Bu videoda do'stim Jamol yomon bo'lib chiqdi. Lekin men unga ishonardim. U qishloq aholisini o'g'irlabdi. Bir nechta odam o'ldirgan, bitta odamni osib qo'ygan. Shunga u yomon ekan va u videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziq videolar chiqadi. Endi men bemalol o'zimga yangi kirka yasay olaman. Shuncha voqea bo'ldi va men endi men bemalol shaxtaga borsam bo'ladi.